Statbook tashqi tahliliy xizmatini ko'rib chiqish bo'yicha video darsimizga xush kelibsiz. Bugun biz Statbook tashqi tahlil xizmatida mavjud bo'lgan navbatdagi vositani Chromiumga asoslangan brauzerlar uchun kengaytmani ko'rib chiqamiz. Ushbu video darsimizda biz sizga brauzer kengaytmasini qanday o'rnatish, unda avtorizatsiyadan o'tish va uzun marketplace bilan ishlashda undan qanday foydalanish mumkinligini batafsil aytib beramiz. O'rnatish. Brauzer kengaytmasini o'rnatish uchun avval quyidagi brauzerlardan biri ishlatayotganingizga ishonch hosil qilishingiz kerak. Google Chrome, Yandex brauzeri, Opera yoki Chromium loyihasi asosida ishlab chiqilgan boshqa brauzer. Shunday qilib, sizning oldingizda faol obuna bo'lgan foydalanuvchining profili. Kengaytmani o'rnatish uchun yuqori o'ng burchakdagi Profil menyusi bo'limiga o'ting va kengaytma tugmasini bosing. Oldingizda kengaytmani o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar va noyob IP kaltingiz haqidagi ma'lumotlar turibdi. Boshlash uchun Statbook kengaytmasi bilan Chrome Web Store sahifasiga o'tishingiz kerak. Buning uchun kengaytma havolasini bosing va o'rnatish tugmasini bosing. Kengaytmani o'rnatish tugashini kuting. Uzun marketplace veb-saytiga o'ting. Brauzerning yuqori o'ng burchagida kengaytmalar tugmachasini toping va ustiga bosing. Kengaytmamiz yonidagi ochilgan ro'yxatdan Pin tugmasini bosing. Shundan so'ng kengaytmalar tugmachasi yonida kengaytmamiz belgisi ko'rsatiladi. Ustiga bosing. Avtorizatsiya. Endi siz avtorizatsiyadan o'tishingiz kerak. Ochilgan kengaytma oynasida siz o'zingizning noyob IP kaltingizni kiritishingiz kerak. Buni amalga oshirish uchun siz Statbook xizmatining ochish sahifasiga o'tib va IP kalitini nusxalash tugmasini bosishingiz mumkin. Yoki agar siz ilgari Statbook xizmati sahifasini yopgan bo'lsangiz, ochilgan kengaytma oynasidagi havolani bosish orqali IP kalitni nusxalashga o'tishingiz mumkin. Muvaffaqiyatli avtorizatsiyadan so'ng kengaytmada 7, 14 yoki 30 kunlik davrni ko'rsatadigan statistikani tanlashingiz kerak. Diqqat! Ma'lumotlarni yuklab olish tezligi to'g'ridan-to'g'ri statistika ko'rsatiladigan kunlar soniga bog'liq. Ya'ni, muddat qancha ko'p bo'lsa, ma'lumotlar shunchalik uzoqroq yuklanadi. Kengaytmadan qanday foydalanish kerak? Biz uzun marketplace'ning asosiy sahifasidamiz. Birinchi navbatda bizning kengaytmamiz mahsulot haqida tanlangan do'kon nomi va davr uchun qo'shimcha ma'lumotlarni, ya'ni savdo, daromad, o'rtacha sotuvlar sonini ko'rsatish imkonini beradi. Bundan tashqari, ma'lumot bir toifa yoki do'konni tanlaganingizda ekranning yuqori qismida umumiy statistika bilan qo'shimcha ma'lumotlar, shuningdek, hisobotni yuklab olish tugmasi ko'rsatiladi. Buning yordamida siz tanlangan davr uchun sizni qiziqtirgan hisobotlarni Statbook web ilovasiga kirmasdan to'g'ridan-to'g'ri marketplace veb-saytidan yuklab olishingiz mumkin. Kengaytma ayniqsa mahsulot kartalarini tahlil qilishda foydalidir. Kengaytma mahsulot haqidagi qo'shimcha ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri tegishli mahsulot kartasi sahifasida ko'rsatish imkonini beradi. Foydalanuvchi ko'rib chiqilayotgan mahsulotning narxlari, sotuvi va qoldiqlar haqidagi grafik ma'lumotlarni ko'rishi, shuningdek mahsulot taqdim etilgan toifalar va kichik toifalar bo'yicha holatlar dinamikasini ko'rish mumkin. Agar mahsulotda rang, o'lcham, izoh kabi bir nechta tavsiflar mavjud bo'lsa, shu tavsifga xos ma'lumotlarni ko'rsatish va hisobot yaratish uchun o'zingizni qiziqtirgan maxsus variantni tanlashingiz mumkin. Agar mahsulot bir nechta konfiguratsiyaga ega bo'lsa, masalan, nafaqat o'lcham, balki rang ham bo'lsa, kengaytmamiz barcha ma'lumotlarni bir vaqtda hisoblab chiqadi. Shuningdek, bizning kengaytmamiz orqali mahsulot hisobotlarini to'g'ridan-to'g'ri mahsulot kartasi sahifasidan yuklab olishingiz mumkin. Brauzer kengaytmasi marketplace'da ishlash uchun qo'shimcha qulay va interaktiv vositadir. Shu bilan brauzer kengaytmasi bilan ishlash asoslari haqidagi kirish darsimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.